Hammaga salom do'stlar. Minecraftdan serverimizni ko'tarishni davom ettiramiz. Bugungi videoda biz veb-saytda serverga yuklaymiz, veb-sayt qilib. Ya'ni kim o'ynamoqchi bo'lsa, veb-saytimizga kirib, Minecraft yuklab olib, serverimizga qo'shila olishligi uchun biz sayt qilamiz. Sayt uchun biz server o'zini ishlatamiz, ya'ni server o'ziga yuklaymiz. Bitta domen kerak bo'ladi. Domenni olib qo'yganmiz. Birinchi videoda esinglarda bo'lsa, uzgamedev.uz domenini ishlatamiz. Xo'p, sayt yuklashdan oldin birinchi saytni o'zini biz tayyorlab olishimiz kerak. Bugun afsuski Bobur kirmadi. Ishlari chiqib qoldi, lekin asosiy saytni u qilib. Bobur kirmaganligi uchun saytni biz sodda qilib yuklaymiz. Keyin уже rivojlangan versiyasini ham serverimizga yuklab qo'yamiz. Xo'p, bunda bir soddaroq sayt tuzishdan boshlaymiz. Uchun bitta papka ochaman bu yerda. Minecraft website deyman nomini. Xo'p, kirganimda bitta HTML yaratamiz. Bu yerda emas, sразу paycharmda ishlasak qulayroq bo'ladi. Xo'p, main pay kerak emas. Bitta HTML. Hozircha bitta page bizga yetadi. O'shaning uchun nomini index qilib yaratib turaman. Index HTML deb. Xo'p, bitta ko'rsak, pustoy страница. Yaxshi. Endi sal chiroyliroq bo'lish uchun mana bitta bootstrap ulasak, stillarini ishlatsak bo'ladi. Ya'ni juda sodda bo'lmaydi sayt, sal stil bilan chiroyliroq qilib 3 ta blok bilan qilsak bo'ladi tayyorini. Xo'p, birinchi bootstrap bu o'rnatib olamiz. Bizda npm emas, bizga soddaroq cdn versiyasi yetadi. Xo'p, nomni ulashimiz kerak. Stil headerdan ulanadi. Keyin script ham headerdan ulanishi kerak. Hop, endi tekshirib ko'ramiz. Oddiy blokni olsak, shu blokni olib qo'yib, ishladi, faqat rasm topolmayapti. Hop, hozir bitta rasm ham o'ylab topamiz bu yoqqa. Lekin rasmsiz ham qilib tursak bo'ladi. Hozircha asosiy saytni qilib olish. Hop, kart 3 ta qilsak-chi. Pastga taxlavot. Bu yerga adashmasam emas, bizga mana shu yaxshi to'g'ri keladi. Mana shundan olaylik, o'z tuplari bilan chiroyliroq karta chiqadi. Da, yaxshi. Bunda 6. Bootstrap o'zi setka rejimini ishlatadi. U yerda 12 o'lcham qismi, ya'ni bitta stranitsani uzunligini 12 maksimal olinadi. Demak, 12 ni 2 ga bo'lganda 6. 6 dan bo'lganda rovno 2 ga bo'lib ikkita blok qoladi. Bizga 3 ta blok kerak, ya'ni birinchi blokda biz serverni yuklab olishni mana bu yoqqa linkini qo'yib qo'yamiz. Ikkinchisida shu bizning server IP adresini yozib qo'yamiz. Mana shu serverga ulaninglar deymiz. Keyin 3-blokda o'yinni boshlanglar deymiz. 3-blokda o'yinni boshlanglar deymiz. O'shanda 3 ta blok yuklab oling, IP ni kiriting va xush kelibsiz, o'yinni boshlang deymiz. Tak. Hop, 12 o'lchov tizim bo'lsa, biz 12 ni 3 ga bo'lsak, hozir buni
bitta kopiya qilib qo'yib 12 ni 3 ga bo'lsak 4 bo'ladi. 4 dan qilamiz. Birinchisi Minecraft yuklab oling. Yuklash deb yozib qo'yamiz. Keyin serverni IP adres kiriting. Hop, IP adresimiz bizda 45 mana shu yerda. Mana shu 45 5 adresda adashmasam 2 ta S bo'ladi, 2 ta D ham bo'ladi. O'yinni versiyasi bizda Minecraft 1.21.8 havola yuklab oling deymiz. Hop, bitta havola so'zi adashmasam, qattiq H bilan yumshoq H-ni sal adashtiraman, shuni tekshirib oling. Havola so'zi. Ha, yumshoq H to'g'ri. Havola orqali yuklab oling. Yuklash IP adres so'zini yozib qo'ysak, bu yoqqa o'ynashni boshlang deb xush qattiq bilan xush kelibsiz deymiz. Bu yerda knopka shart emas. Hop. To'g'ri. Hop, yana bitta ikkita stil olsak, nav bormas. Credentials. Tooltip, carousel, buttons. Сетка тизimi. Rockals. Konteyner adashmasam qo'shmadim. O'shanga sal xunroq turibdi sayt. Konteyner qo'shsam yaxshi, konteynerda bo'ldi. Zo'r. Chiroyli yuklash IP adresini ham. Endi bu yoqqa biz bitta link qo'yishimiz kerak. Minecraftga yuklashga
deymiz, yuklashni qo'yamiz. Bu linkni birato'la уже serverga kopiya qilib qo'yamiz. Buni Nginxda to'g'rilab qo'ysak bo'ladi, ya'ni mana shu fayl yuklab olinadigan qilib. Xo'p, mana buni kopiya qiladigan qo'ysak bo'ladi. Copy clipboard.js deymiz. Mana bu yaxshi sayt. Skript orqali qilamiz. Demak, men bu yoqqa skript qo'shishimiz kerak. Hop, mana knopkani bosganda kopiya qilib oladigan qilib qo'yamiz qulaylik uchun. Hop, my function copy IP address deymiz. Keyin bu yoqqa href tashlab on click copy IP address chaqiramiz. Kopiya qilganda get element copy navigator clipboard write mana bularni hammasini olib tashlab, bular kerak emas. Select qildi. Bu yerda pool input poli yo'q, select shart emas. Alert tak и statический. Mana bu IP adresimiz bo'lsa, mana shuni olib mana bu yoqqa qo'yamiz. Tekshirib ko'ramiz. Kopiya bo'ldi, otni qo'yamiz. Yaxshi. Tak, bu yerda tooltip bor, tooltip ham ishlatsak bo'ladi. Chiroyliroq bo'ladi. Hozir tooltip ham qilib ko'ramiz. Komponent tooltip. Yo'q, tooltip emas. Toaster kerak. Toaster bormikan? Toast bor ekan. Button. Bizga to'g'ri keladigan toaster olsak. Hop, button. Database dismiss. Show live toast. Mayli, hozir toaster qo'ymay turaylik. Shuni o'zi ham yetadi. Keyin baribir Bobur sayt ustidan ishlayapti. Unga ko'p vaqtimizni yo'qotmaymiz. Agar qiziq bo'lsa, izohlarda qoldirsanglar bo'ladi. Aynan saytni chiroyli qilib vertka qilishlarga alohida video bag'ishlaymiz. Bugungi o'zi videoning maqsadi saytni umuman serverga joylash va klient, ya'ni o'yin yozib olishligi uchun. Xo'p, endi biz eskizga kiramiz. IP adresimizni to'g'rilashimiz kerak, ya'ni domenni to'g'rilashimiz kerak.
Bu uchun domen sotib olganingizdan keyin domenni DNS nastroykasini qilishimiz kerak. Ya'ni domenni terganda qaysi serverga yo'naltirishi biza xatga yo'nalishtirimizni sozlashimiz kerak. Kirdim. Domen. Xo'p. Uzgamedev uz domeniga qilamiz. Degani hozir shuni DNS ni to'g'rilaymiz. Bizga mana bu A zapisi kerak bo'ladi. Ya'ni A deganim uzgamedev uz bu yoqqa kiritganingizda mana bu IP adresga yo'naltiradi. Biz hozir shu IP adres tekshiramiz. Bizning server turibdimi? 45.150 to'g'ri, yo'q, bizaniki emas, lekin bizaniki qo'yamiz hozir. Saqlanib deymiz. Xo'p. Server qo'ydik. Endi serverga saytni ko'chirib, serverda saytimizdan sozlashni boshlaymiz. Birinchi serverga kiramiz. Hozir uzgamedev uz qilganda bizning server o'zi ochilishi kerak. Agar bu sozlangan bazaviy sozlanishi turgan bo'lsa, yo'q, ochilmayapti. Bu degani biz hozir bu yerda web serverni ko'tarishimiz kerak, web server. Odatda har bitta serverga kelgan zaprosni nastroyka qilish uchun o'zi proxy server ko'tariladi. Biz proxy server sifatida nginx ishlatamiz. Demak, nginx da biz qayerdan zapros kelyapti, qaysi domendan kelayotganini server ko'radi va kerakli vazifani bajaradi. Ya'ni bizning vaziyatda aynan shu saytni ochish kerak qilamiz. Shu saytni ochadigan qilamiz. Xo'p. Nginx birinchi o'rnatamiz. Hop, Nginx DigitalOcean instruksiyasi bo'yicha qilsak, shunda odamlar qulayroq qilib yozgan instruksiyasini. Nginx o'rnatilyapti. Bu firewall. Firewall nastroykasi hozirchalik bilmadim, yoqimi uchunmi. Yaxshi, Nginx o'rnatilindi. Bitta tekshiramiz. Agar to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa, hozir bizda Nginx welcome screen ochilishi kerak. Welcome to Nginx. Yaxshi. Endi bu saytni ochganda, ya'ni mana shu domen kiritilganda, mana bu saytni ochadigan qilishimiz kerak. Bu uchun mana shu saytni birinchi serverga yuklab olishimiz kerak. Odatda saytlar var 3W da yuklanadi. Mana shu yerda bitta papka ochamiz. mkdir qilib turib, mkdir Minecraft web deymiz. Hop, bu yoqqa o'tamiz. Keyin ichiga HTML tashlaymiz. HTML tashlash uchun FTP bilan foydalanamiz. Root boshqatdan kirish kerakmi? Boshqatdan kiraylik. Tak, root emas, yana bitta orqaga chiqamiz. Var 3W Minecraft web. Bu yoqqa Minecraft bizning versiyani tashlab qo'yamiz. Odamlar yozib olish uchun 1.21.8 bizda 2 GB ekan. Mana shu versiya bilan bu yoqqa tashlaymiz. Keyin HTMLimizni ham tashlaymiz hozir. Bu uchun bizga desktop Minecraft web server index.html ni ham tashlab qo'yamiz. Hop, bular ko'chguncha, bular kopiya bo'lguncha bu yerda sozlashni boshlab turaveramiz.
sozlash uchun biza Nginx ya'ni mana bu ham ko'rsatilgan Nginx yoqib settings qilyapti. Ya'ni tak HTML ni biz yaratdik. Hop, birinchi nastroykasi site available ga qo'shiladi. Ya'ni hamma nastroykasi mana shu papkada turadi Nginx. Site available deymiz. O'zimizni domenni yozamiz. uzgamedev.uz. uzgamedev.uz. Bu yerda shablonidan foydalanamiz. Shablonidan foydalanib, ya'ni nima deyapti? 80-portdan kelgan zaproslarni mana bu direktoriyaga yo'naltirgan deyapti. Bizda 3W dan keyin Minecraft web turibdi. Ya'ni o'sha yerda yozishimiz kerak. Buni olib tashlaymiz. Minecraft web deymiz. Index HTML. Index deganda default bo'yicha qaysi web sahifani ochish ko'rsatamiz. Ya'ni index HTML, index HTML, ya'ni mana bu faylni ochgin deyapti. Bizga o'zi index HTML o'zi yetadi, lekin bular ham qilib bermaydi, turavergani yaxshi. Xo'p, domenimizni yozamiz. Qaysi domendan zapros kelsa deyapti. Bizda uzgamedevdan. uzgamedev.uz 3W shart emas bizga, uzgamedev.uz o'zida ishlayversin. Xo'p, location deganda ushbu fayllarni o'zini ochib ko'rgin deyapti. Mayli. Shu fayllarni o'zini ochib ko'rgin deyapti. Bu qo'viradi. Tekshirib ko'ramiz. Xo'p, endi bu ishlashi uchun biza nastroykani active enabled faylga link qilib tashlashimiz kerak. Bu uchun quyidagi komandani yozaman. ls etc nginx site available uzgamedev etc nginx site enable. Tekshiramiz, to'g'ri nastroyka qildimmi? Bu uchun nginx t deymiz. OK deyapti. Ya'ni hammasi to'g'ri sozlandi. Keyin bitta restart beraveramiz. systemctl restart nginx. Hop, bitta yangilayman. Saytimiz ochilishi kerak bo'ladi. Saytimiz ochildi. Endi yuklash bosganda topolmaydi, not found. Chunki mana bu location bizda ya'ni nastroyka qilinmagan Nginx. Hozir shuni ochib turib, yana nastroykani qilib qo'yamiz. Hop, locationga xuddi shunaqa yozamiz. Location / Minecraft download. Xo'p, bu yerda endi bu faylimizga to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Hozir buni bu uchun root orqali adashmasam qilsa bo'ladi. Hozir tekshiramiz. Download file deymiz. Location nginx. How to configure?
location'da location hop alias orqali qilyapti. Bizga alias emas, bizga root kerak. Hozir qilib ko'raylik. Mana shuni root o'zini olamiz. Root o'zini olib turib, Minecraft web keyin bizani faylimizning otini yozamiz. Mana buni. Copy target directory deymiz. Qilmadim. Bo'pti, bankdan olamiz fayl otini. To'g'ri turdi-yu, Minecraft web mana shu faylga deymiz. Ikkita root bo'lib qoldi. Var Minecraft to'g'ri. Hop, tekshiramiz. Yo'q, xato deyaptim. 16-xatorda. Unda mana qilamiz. Buni root ichiga tiqamiz. Buni olib tashlaymiz. Failat. Qovusga anaqa qo'ygan ekan. Qayerdadir qovusim yoqmayapti. Qayerdadir. Nechinchi strochkada? Unaccepted. 16-strochka. 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16. Nega yo'q? Bor-ku. Точка запятой qolib ketibdi. Ko'p uchraydigan xatolardan bittasi bu. Restart beramiz. Bu ochilyapti, yuklash ochilmayapti. Hop. Alias deylikchi. System still restart nginx. Ishladi. Yaxshi. Ishladi, faqat fayl ismi ishlamadi. Uni tekshiramiz yana bir marta. Bosamiz, yuklashni bossak. Download. File name negadir fayl ismi yoqmayapti. Fayl ismini ham qo'shib qo'yishimiz kerak. Alias oldik. Tip
content editor file name barobar shuni qo'shib qo'yishimiz kerak. O'shanda file name'imiz to'g'ri bo'ladi. File name'ga mana buni to'liq yozib qo'yaveramiz. Yana qolib ketdi. Nuqta virgulimiz qolib ketdi. Bilmasdan qo'yib yubordim. Buni o'chirib tashlaymiz. Ha, vроде bo'ldi. Tekshiramiz. Joyda. Hop. Yuklash. Yaxshi, ishladi. Endi ko'rib turganingizdek, bizani ogohlantirish chiqyapti, ya'ni nezashishim chiqmasligi uchun biz SSL sertifikat qo'yishimiz kerak. SSL sertifikatda tekini bo'ladi, pulligi bo'ladi. Tekini 3 oyga berilib, yengilab turish kerak bo'ladi, pulligi 1 yilga kamida beriladi. Xo'p, endi biz hozir tekinini qo'yib turamiz. Bu uchun certbotni ishlatishimiz kerak. Certbot Nginx Ubuntu deymiz. Keyin DigitalOcean instruksiyasi bo'yicha quramiz. Birinchi certbotni o'rnatib olishimiz kerak. Certbot tayyor utilita sertifikatni o'zi yozib beradi. Certbot. Hop, email'imni so'rayapti. Yes deymiz. Domen so'rayapti. Qaysi domenga sertifikat yozib beray deyapti. Nginx ga ulanganligi uchun bu domenni o'zi avtomatik ko'ryapti. O'shaning uchun 1 deymiz. O'ziga MDF ga o'z sertifikat yozib beradi. Sertifikat so'raldi. Sertifikat olindi, bo'ldi. Endi bitta refresh berarsak, mana bu o'chish kerak ogohlantirish o'chdi. Endi bizani, ya'ni kiradigan mijozlarimizni qo'rqitib yormaydi bu. Xo'p, Minecraft yuklash endi ishlaydi. Mana hammasi yuklab olinadi. IP adres kopiya qilinadi. O'ynasa bo'ladi. Menikida уже o'rnatilganligi uchun yana bir marta kiraman. Tak, Minecraft serverimiz yoqimli. Men adashmasam o'chirib qo'ydim. Systemctl restart Minecraft deymiz. Bo'ldi. Yoqilib tursin. Ungacha biz yoqamiz. Qani Minecraftimiz yoqilmadimi? Mana bir marta yoqib. Ha, bo'ldi, yoqilibdi. Meni yozib oldi. Сетевая игра по адресу dolib kopiya qilamiz. Mana kirganligim uchun bu testda qolgan. O'ta paste qilib, подключиться qilib marhamat, bemalol o'ynasak bo'ladi. Serverimizga bemalol ham qo'shilsangiz bo'ladi. Uylarni quringlar.
Keyingi videoda menimcha buni saytda chiroyliroq qilib qo'yamiz va serverni administrировать qilishni boshlaymiz, ya'ni qoidalarni qo'yamiz. Hamma qurgan uylarni buzolmaydigan qilib qo'yish kerak. Shunga o'xshagan qiziq modlarni qo'ysa bo'ladi. Tush ko'proq serverni o'rnatish emas, administrирование qilish tarafiga o'tamiz. Agar videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, sizlarga katta rahmat. Qo'llab-quvvatlash uchun izohlarda bu narsa yozing. Kamchiliklar bo'lsa bemalol yozavering. Like bossanglar, men xursand bo'laman. Katta rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha.